Xo'sh, assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Charchaning. Bugun mana qor yog'ishiga qaramasdan kelganmiz ekskavatorga. Xo'sh, nima bo'layotgan muammo? Bacho'kidan moy chiqib ketgan. Sababi o'sha kompyuter diagnoz qildik. Hamma narsasi joyida, elektronika, kompressiya, zavod bo'lishlari, hamma narsasi cho'tki ekskavatori. Maskini radiatorini almashtiramiz. Buni orqasida turadigan zagulushkalari bor. Agar zagulushkasi urib yuborsa ekskavatori, davleniya yo'qolib qoladi. Moy davleniyasi tushib ketadi. Ekranga chiqarmaydi u jalbani. Kompyuterda tekshirsa ko'rinadi, chiqadi. Xudo xolasa hozir qilib ishlarni bartaraf notlarini cho'tki qilib hamma narsasini yangi qilib beramiz o'sha narsa. Ekskavator 1 yil oldin bizda injektor qilingan edi. Birato'la elektroprovodkalarni ham ko'rib berdik. Motor qildirishgan qattadir, xullas egalari motor qilgan odam mana shu zagulushkalarni almashtirmagan. Chunki shoferning o'zi mendan 2 marta kelib zagulushka olib ketgan edi, orqa tomon kollektor tegib turadigan zagulushkasini, yodimda zagulushka. Shu narsalarni ham almashtirish kerak motor qilganda. Iloji boricha